Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Nasib bo'lsa, bugun dushanba, haftaning birinchi kuni, boshlangan kuningiz haftangiz xayrli, barokatli o'tsin. Bizda bugungi kunimiz bo'yicha 3-mijozimizga shartnoma qilib berdik. Xolajon, avvalambor ikkalangizga xonadon muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Agar imkon bo'lsa, bitta o'zingizlarni tanishtirgan holatda umumiy jarayon qanaqa bo'ldi, fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Mikrofon chiqsin. Men qizimga uy oldim. Qizingizga? Qizimga 2 xonali uy oldim. Rahmat. Bolalarim shu oldin ham yashagan bu uylarda. Mana Ilhom akani ofisidan yashagan. Qizildomda? Qizildomlarda. Yana mana keldik olishga. Mana kelinim turgan o'g'lim bilan. Shunda hozir aytib o'tayotdingiz, qizingiz Moskvadalar. Shu farzandlari bilan birga bu yoqda kelganda yashashlari uchun oldin dedingiz. Shunaqa. Ishonchli, yaxshi bular nimasi. O'shaning uchun nima qilib kelib oldik. Ishonchli Bolalarim bular. turganda, o'g'illarim turgan. Mana yana hozir qizimga ham oldik. Yaxshi, yashash joylari yaxshi. Ishlagan dedinglar? Xo'jayinim ishlagan, o'sha Ilhom akani qo'llarida xo'jayinim ishlagan. Yaxshi, namozxon, yaxshi odamlar. O'shaning uchun biz ham kelib nima qildik. O'g'illaridan olyapmiz-da. Ikrombek akadan. Hozir rahbar Ikrombek bo'lganlar. Hozir direktori o'sha kishi bo'lganlar ekan. Shunaqa. Yaxshi, nimasi, qurilishlari, sifatlari yaxshi juda ham. Zo'r. Zo'r. Boshlanish to'lov qancha miqdorda qildinglar? 49 million qildik hozir. 49 million boshlanish to'lov. 41 kvadratli oldik, 2 41 xonali. kvadratli, 2 xonali xonadon. Chegirmalar qilib berildi. Chegirmalar qilib berildi. Juda chiroyli qilib, ma'qul bizga. Xudo xolisi, nasib bo'lsa shu qizlariga olayotgan ekanlar, farzandlari shu maktabimizda, bog'chada, shu maxsus chegirmalar asosida o'qish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Nasib bo'lsa, hamma shart-sharoitlari bor. Mamnun bo'ldinglarmi? Rozimisizlar? Rozimiz, mamnunmiz. Samimiy fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz, qolganlarga ham tavsiya qila olasizlarmi? Yaxshi, olishsin hamma. Ishonchli bulardi kompaniyasi. Rahmat uka, sog'ingizlar. Mana Xudoga shukr. Yana ham olaveramiz bolalarimizga. Xudoga shukr endi mana. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Rahmat. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, sog'ingizlar.